O'tkirbek aka, zo'r joydan joy aytasan deyotdingiz. Zo'r joydan, xudo xohlasa sizga joy topib qo'ydik. 17 sotiklik 7 xona uyi bor, yashashga tayyor. Svet, suvdan muammo yo'q. Qo'ni-qo'shnilar hammasi yashaydi. Mahallalar asfalt. Bu to'g'rimizda doktorxona bor va bu tomonidan qo'shnilar hammasi yashaydi. Eniga 32 metr, uzunasiga 55 metr. Darvozaxonalar shapkalar chiqarib qo'yilgan ekan, darvozalarni qo'yib chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Guliston MFE, Mezon ko'chasi mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, darvozaxonadan kirganda bemalol bitta mashina sig'adi. Chap qo'limizda 8 metrlik bitta mehmonxona mavjud ekan. Bu tomonimizda ikkita xona, spalniy xona qilib yashashar ekan hozir. Va kirganimizda o'ng qo'l tomonimizda yana ikkita xona mavjud ekan. Bemalol buni ikkita farzandi borlar bo'lib olib foydalansa bo'laveradi. Shu yer shuni to'sa, u tomonda ham darvozaxona mavjud ekan, ko'rib turibsizlar. Bu tomonimizda yana bitmagan ikkita xona mavjud. Lagalarni qo'yib qo'yilgan, pollarni qoqib, patoloq eshik romlarini qo'yib qo'ysalaring bo'ldi, yashashga tayyor xullas. U tomonimizda darvozani ochgani yana joy ham bor ekan. Agorod keng, xullas, zo'r joylar ekan, bir maza qilib olib yashaydigan joy. Ushbu uyning narxini 120 ming so'rayapti. Telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar. Bittadan like bosib, do'stlarimizga jo'natish esdan chiqmasin.